Assalomu alaykum. Bizda navbatdagi masala ikkinchi variant 16-savol. Demak, bizda sxema berilgan. Sxemadagi X va Y moddalarining nisbiy molekulyar massalari yig'indisini topishimiz kerak ekan. Kremniy 4 oksid va uglerod reaksiyasi 1750 gradusda olib borilgan. Xo'p, natijada olingan mahsulotni ikkita qismga ajratilgan. X mahsulot, Y mahsulot. Y mahsulotga natriy gidroksid qo'shilgan va natriy format hosil bo'lgan. Bundan bilishimiz mumkin, bu is gazi. Xo'p, bunisiga esa magniy metalli ta'sir ettirilgan va A modda hosil bo'lgan. Xo'p, is gazi hosil bo'lgandan keyin biz aniq bilishimiz mumkin. Mana bu kremniy ajralib chiqqan X moddamiz kremniy. Kremniyning massasi 28, is gaziniki ham 28. 28 ga 28 ni qo'shganimizda 56 degan qiymat chiqib keladi.